Ozaman deb kam ovqat yeb beso'naqay ozayotganlaringizda sababini tushuntiraman. Ya'ni bu xato ozish. Jismoniy mashg'ulot qilmay turib, ovqatni kamaytirib, vес tashlaganlaringizda bu ko'proq muskullaringiz ketadi. Deylik 10 kilo vazn tashladingizlar, 6 kilo, 5-6 kilosi muskulga to'g'ri, ya'ni muskulni yemirgan bo'lasizlar. 2 kilo, 3 kilo yog' ketgan bilan bu ozish emas. Bu ko'proq kasallikka olib boradi. To'g'ri ozgan vaqtimizda jismoniy mashg'ulot hisobga olishimiz kerak. Yeyish mumkin bo'lmagan narsalarni olib tashlab, yeyish kerak bo'lgan narsalardan iste'mol qilishimiz kerak. O'shani hisobiga sportivniy chiroyli tana bilan ozasizlar, sog'lom ozasizlar. Beso'naqay ozgan vaqtlaringizda terilaringiz osilib qoladi, tortilmaydi ozayotgan vaqtda. Terilar tortilib, chiroyli forma bo'lishi kerak. Beso'naqay ozgan vaqtlaringizda terilar osilib qoladi, borgan sari holsiz bo'lasizlar. Shu sababdan kasallikkacha olib borish ehtimoli yuqori. Shu sababdan to'g'ri ozmoqchi bo'lsangizlar, kommentariyga plus qoldiringlar. Onlayn programma narxi 200 ming so'm. Podpiska, laykni bosinglar. Profilimda Telegram bor, murojaat qilinglar. Ketdik.